Richard o'z mashinasini ta'mirlayotgan edi. Birdan avtomobil tilladan yasalganini tushundi, chunki u mashinani polirovka qilganida bo'yoq qatlami ostida oltin borligini payqadi. Shubhalarga ishonch hosil qilish uchun u boshqa detallarni ham tekshirib ko'rdi. Albatta, mashinaning turli joylarida ham oltin ranglari ko'rina boshladi. Richard shu qadar hayajonlandiki, kapotni ko'targanida uni yopishini unutib qo'ydi. Mashinani qayerni tekshirib ko'rmasin, mashina oltin bilan qoplangan edi. U foydalangan avtomobil aslida oltindan yasalganini anglardi. U kutilmagan omaddan nihoyatda quvondi. U haqida hech kimga aytmadi. Oltin ko'ringan joylarini tezda bo'yab chiqdi, keyin esa gaz chiqarish quvurining bir qismini arra bilan kesib, uni haqiqatda oltindan yasalganini tekshirish uchun Lombardga olib bordi. Sotuvchi esa uni biron qimmat narsa olib kelganiga avvalga ishonmadi, biroq olib kelgan uzukni tekshirganida natija sotuvchini lol qoldirdi. Uzuk nafaqat oltindan yasalgan, balki juda ham toza oltindan edi. Sotuvchi uni qayerdan olganini so'radi va Richard esa uni buvisi sovg'a qilganini aytdi. Savol-javoblardan so'ng sotuvchi undan telefon raqamini qoldirishni so'radi. Unga istalgan pulni to'lashga tayyorligini tushuntirdi. Pulni qo'lga kiritgach, Richard Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida joylashgan Galland asosiy do'koniga yetib keldi. Chunki u yaxshi bilardiki, faqat Gallandda eng sifatli, eng arzon va ulgurji narxlardagi skuterlar hamda elektromotorollerlar sotilardi. Shuning uchun u barcha pullarini olib, o'zi va yaqinlari uchun xarid qilishga keldi. Azizlar, sizlar ham vaqtni boy bermang, bugunoq Gallandga tashrif buyuring va o'zingiz uchun qulay narxda zamonaviy skuter, elektromotorollerlar, benzinli skuterlar va benzinli elektromotorollerlar, bolajonlaringiz uchun velosiped, hadunoklar, kolyaskalar va 200 xildan oshiq barcha Xitoyning 100% kafolatdagi sifatdagi mahsulotlarini xarid qilishni boshlang. Bizning Galland.uz Instagram sahifamizga va YouTube'dagi sahifalarimizga obuna bo'ling va bizdagi yangi modellar, chegirmalar va sovg'alar haqida birinchi bo'lib bilib oling.